kelib qutqararmikin bu insondan meni deb. Bo'g'ildim, nafasim yetmadi. O'lyapman deb o'yladim bo'g'ilganimdan. Tepalandim, yerga yiqitib, oyog'i bilan biqinlarimni tep tashladi, ko'karib ketdi badan. Hech kim chiqmadi. Dod dedim, chiqmadi hech kim. Keyin janjal tugagandan keyin shunday turdimda, narsalarimni yig'dimda, bagajga shunday soldim. Soldimda, men yashamayman siz bilan. Men bunaqa hayotda hech narsadan hech narsa yo'q. Bitta injiqlik qilib, g'ashim kelib, men shu darajaga olib keldingizki, g'ashim kelib, yuravering, nima kelmaysiz? Mayli, o'zingiz bilasiz deb qo'yganimga shunchalik urish kerakmi dedim. Shu darajadagi men katta xato qildimmi-ki, shunchalik kalta yeyishim kerak. Shuni to'g'ri tushuntirishda iloji yo'qmi dedim. Men ketaman, yashamayman bunaqa inson bilan dedim. O'zi boshida yo'q qilishim kerak edi-yu to'yni. Mayli, pushaymon ham bo'lmayman, Leylam bor zato. Leylam bor. Hech pushaymon bo'lmayman, mayli. Hayotim qaytib kelganida, yana o'sha davrlar, men buncha chidab, sabr qilib kutmasdim yaxshi bo'lib ketishini. Men boshidan o'sha birinchi kalta yeganimdan boray deb ketib yorardim. Shuncha azobni boshimdan o'tkazmasdim.